Akalarim, Rossiyadagi, ya'ni Piterdagi katta bolalarni mashinalarini ko'rib qoldim. Bizning tilda aytganda katta bolalar Gentrasi yoki bo'lmasa Nexia 2 legenda. Juda ham ideal holatda, motorning otseklari juda ham akkuratni turibdi. Vaqtimda gap so'z yo'q. Holatini ko'rdinglar. Biz hop laboratoriyaga yetib kelamiz. Bu laboratoriyada nimalar tekshirilayotganini birma-bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Birinchi o'chirda dvornik cho'tka va mexanizm. Ko'rishingiz mumkin, ishlatib qo'yilgan, shtobi qancha vaqtgacha chidamli, mexanizm, motorchilari qancha vaqtgacha chidab beradi. Polностью o'shalarni tekshirib, garantiya asosida sotuvga chiqariladi. Bizani Toshkentda yurishadi-yu, Gentrada, polni loblar bilan. Ana shunaqa oynalarni qo'yib qo'yishgan, shtobi tsarapina tushiradimi, yo'qmi, cho'tkalar, dvorning mexanizmida sinib ketib qoladi. Nexia, Gentra Captivarada o'shalar mexanizmlarni tekshirishadi, motorchilar qizib ketib ichida yakrlari kuyib ketadi, qancha vaqtgacha chidab beradi va qancha xizmat qiladi. O'shalarni polностью tekshiradigan laboratoriyaga yetib kelamiz. Lekin anchadan beri ishlab turibdi. Oynaga sarapina tushiradimi, yo'qmi, polностью shu tekshirilyapti. Xudo xolasa hozir ham boshqa zapchastlarni, ish jarayonlarini, ishlash prinsiplarini ko'rsatib o'tib ketamiz.